muhitingizni o'zgartiring degan maslahatlar ko'p bo'ladi. Xo'p, kim bilan o'rtoq bo'lishim kerak? Qanaqa odam bilan yonimda yurishim kerak? Qanaqa ayol tanlashim kerak? Qanaqa partnyor tanlashim kerak? Qanaqa ustoz tanlashim kerak? degan savol bo'ladi. Mana shu savolga javob u odamni mana xislatlar emas, bir dona xislat aytaman. Menga shu yordam beradi. U xislat shu odamni yonida u odam zo'r, baland, kuchli odamda, mashhurmi, boymi, aqllimi farqi yo'q. Siz o'zingizni past his qilmaysiz. U sizni ko'taradi. U sizni ruhlantiradi, motivatsiya beradi, o'sha oxiratda eslatadi, ilm beradi, sizni ko'taradi u. Ya'ni siz past edingiz, oldiga borib u odamni, o'zi baland odam, yana ko'taradi sizni. Mana shunaqa odamni yonida yurish kerak, bo'lish kerak deb o'ylayman. Sabr bilan qanaqa qilib yuqori natijaga erishish mumkin? Sabrni ikki xil ishlatish kerak muvaffaqiyatga yoki natijaga erishish uchun. Birinchisi, harakat qilish uchun sabrsiz bo'lish kerak inson. Ketdi mana videoni olamiz, ketdi mana ishni boshlaymiz, ketdi mana o'qishni boshlayman, ketdi yangi kitobni boshlayman. Ya'ni harakat boshlash uchun odam sabrsizlik qilish kerak doim. Lekin natija uchun sabr kerak. Ya'ni formula juda ham oddiy. Boshlash doim sabrsizlik bilan boshlaymiz, tez boshlaymiz, lekin o'shandan boshlaganimizdan keladigan natijani sabr bilan kutamiz.